Assalamu alaikum bütün dünyadaki barlı kardeşlerim, vatandaşlarım. Hemminlarga samimiy salam, oliy ehtirom. Bir hafta oldu biz görüşmegili. Ben sizlarni sevindim, sizlar meni sevinib qolgansizlar. Bugün bir azroq masalalar ustida sizlar bilan birga kenishadigan bo'lib qoldim, to'xtashadigan bo'lib qoldim. Bu bo'lsa biz nima uchun bu davoni qilyapmiz? Men emas, biz nima uchun bu davoni qilamiz? Hammamiz. Uni hech kim bizga o'rgatmasmi? Yoki demismi? Desmi? Hammamiz nima uchun qilayotganligimizni o'qimiz. Aş o'layotganlar, turmida o'lim jazosiga hukm qilganlar nima uchun o'layotganligini o'qidi. Shehid bo'lib ketganlarmi nima uchun shehid bo'lganligini o'qidi. Shuning uchun mag'rur qiyofatda men turmida yotgan vaqtimda nurg'un bolalarni o'lim jazosi hukm qildi. Shundaq yosh qiron bolalarni ular o'zining vatani uchun, vatanining mustaqilligi uchun, xalqining erkinligi uchun o'layotganligini o'qidi. Men emas, biz bütün Uyghur halkı hazır, meyli oldıdan qisabga chiqqanlar bo'lsin, meyli chiqmaganlar bo'lsin. Hammasi o'z aloyidligi bilan vatanni qutuldirish uchun bir harakat qilyapti. Harakat qilmaganlar joynimizda o'tirib taqiyapti. Uni qilmaganlar umid kutib qolganlarni qo'llab, Xudoyim ashlar bir bu shu da'vo qilganlar bir hamma ishlari vujudga chiqib, ashlar g'alba qilib vatanimiz ozod bo'lsin deyapti. Menimcha Sharq Turkistonlikning yoki Uyg'uristonlikning vatanimizning har qanday Uyg'ur, har qanday vatandoshlarımızning bu vatanni ozod bo'lmaskan deydigan bir fikri yo'q. Hech kunduz arzusi shu. Boshqalar vatani ozod bo'lsinmi, bo'lmasmi degan umidga emas, mutlaq ozod qilamiz deb 200 yildan beri milyonlagan odamlarimiz o'zining qinini to'kdi. Men emas, biz. Şularning hammasi o'zining jinni, o'zining qinini berdi. Her bir shaxs Uyg'ur vatandan qochib chiqqanlar, mush qoshqanlarning hammasi vatandan chiqqanlarning hammasi mush chet eldan cho'ng umid kutib, ashaga chiqsak bir erkin harakat qilsak, vatanimizdagi qarindoshlarimizni erkinlikka chiqaramizmiki, o'zimiz erkinlikka chiqaramizmiki degan umid bilan chiqdik. Ba'zanlar iqtisodiy sababdan, ba'zanlar siyosiy besimdan, ba'zanlar o'zimizning ichidagi talash tortishdan nurg'un odamlar oldin qisabga chiqolmadi. Shuning ichida jur'at qilib oldin qisabga chiqib qilayotganlar, ham shu nurg'un qurilayotgan tashkilotlar, faoliyat olib berayotganlar, shu davomli namoyishlarga chiqayotganlar. Masalan, shu bir hafta o'tgan yakshanba kuni Olimjon degan bolalarimizning boshchiligida fidokorlar to'pi deb bir top yoshlar muxbirlarga bayonot berish uchun Anqaraga ketib qolgan yerdan to'salg'iga uchrab qoldi. Boramidi? Lekin Anqaraga berib muxbirlarga javob beramizmi? Bularning ash-oqiga qaytarilganligi, bularning jangovarligi, yiliq chiroyli bolalarning rasmini ko'rib men yig'lab ketdim. Qanchalik odamlarning yurqiga ta'sir qildi. Ash tug'an chiroyli bolalar, ash qarindoshlarimizni qutuldiramiz deb bo'lgan bolalar, ash lagerda o'lib ketgan, turmida yetayotganlarning ko'rinishiga o'xshab ketdi. Ash bolalar ayni ashundaq bolalar. Bular nimishga chiqdi? Mana ash qarindoshlarni qutuldirish uchun bütün muxbirlarga Uyg'ur masalasidan guvohlikdan o'tadiganga, Uyg'ur masalasini shu dunyoning hozirgi so'yqirim, genocide, qirg'inchilik, etnik, milliy qirg'inchilik deb Amerika va bütün dünya, bütün g'arb tovlayotgan vaqtida mushuning maslash uchun bizning bir turkum yoshlarimiz, fidokor jangchilarimiz Anqaraga yo'lga chiqdi. Gerçi u yerda maqsadini amalga oshiramizmi, ularning to'plashib qaytib kelib so'zlagan so'zlari bütün dunyoni, bütün Uyg'urlarni va bütün turklarni ta'virtib etdi. Nima uchun bular u yerga berib qilolmaydi deb. Demak, bir harakatning natijasi bo'ladi. Necha kun bo'ldi qarindoshlar? Biz davoni davomlashtirib kelyapmiz. Men sizlarga guvohlikdan o'tish to'g'riliq dedim. Mana guvohlikdan nurg'un odamlar o'tyapti. Biz buning bir-birimizga hamkorlashimiz. Biz guvohlikdan o'tib Xitoyning jallodligi, fashistligi 15 yildan beri emas, 70 yildan beri anlatib kelyapmiz qarindoshlar. Men chiqqan 15 yildan beri men o'zimni og'zimga, qo'limga, putumga
qo'yib bergan holda so'zlab, mayli planliq tug'ib, mayli lagerda adam, turmada adam o'ldirish, mayli maxfiy tutqun qilish, mayli ili vaqasi, mayli Barim vaqasi, mayli Aqsu vaqasi, mayli Xota vaqasi, mayli Qashqa vaqasi, mayli 66-yildagi yoshlar namoyishi, 85-89'daki namoyishlar, bütün hammasini bu dunyoga anlatib keldim. Men emas, anlatib keldik, nurg'unlagan qarindoshlarimiz anlatib keldi. Men turmudan chiqishning oldida Abdukim Baqi Turkiyada, ashu Turkiya jamiyatla Uyg'urlarninki vakili bo'lgan bir jamiyatda turib, Abdukim Baqi biz vatandan chiqargan narsalarni butun dunyoga anlatib keldi. Biz chiqdik, bir-birimizga ulaşdik. Qarindoshlar, mushundaq vaqtda, mushundaq bir jiddiy bütün dünya bizning tarafimizga o'tib bo'layotgan bir paytlarda bizning tashkilotlarimizda nayt bir chechalang'iliq, bir-birimizga bo'lgan o'shmanlik, so'rin talashish, huquq talashish, menmenchilik talashish, sendan men cho'ng, mendan men cho'ng o'zamchilik kamchiliklarimiz hammamizdan bo'layotdi. Lekin shuni bo'layotgan bilan shu tashkilotlar nima qilyotdi desangiz, shu tashkilotlar yillardan beri Uyg'ur davosini qilib kelyotdi. Uyg'ur davosini qilyotganlar siyosiy jihatdan qilyotganlar siyosiy da'vo qilyotdi. İctimai jihatdan qilganlar ijtimoiy jihatdan qilyotdi. Masalan, paravallik jihatdan qilganlar paravallik jihatdan qilib kelyotdi. Hammasi bir bo'shliqni to'shqizib kelyotdi. Ammo nayt nurg'un odamlar telefon berdi. Rabia ana, siz gap qildigan vaqtingiz keldi. Siz chiqing deb. Turkiyadan telefon keldi. Boshqa yerdan davlatdan mening chiqishimni gap qilishim to'g'riliq, mushu orliqda bo'layotgan biroz bir parakandichiliklar to'g'riliq. Mening bir to'rt eg'iz gap qilishim to'g'riliq ta'kidladi. Lekin men bu yerda gap qilib unutdim. Nimishqa? Men o'z ixtiyorim bilan lillah haq gap qilamdim yoki boshqalarning ko'ngli uchun gap qilamdim. Men mushu masala turib qoldim. Haq gap qilsam, manda gap qilsam, ma taraf ranjib, onda gap qilsam, o taraf ranjib, mening o'zimning haq, to'g'ri gapimni qilib qo'ymaydi ekan. Hammasi mushu biz uchun ma'ni deydi. Ma'ni deydi ana. Men yo'q, unda qilmayman. Men uni o'rnayolmayman. Hech qasning talabini o'rnayolmayman. Faqat Alloh roziligi uchun to'g'ri gap qilaman. Turkiyada nurg'un talash tortishlar bo'lyapti. Dunyoning hamma yerida tashkilotlar bilan talash tortishlar bo'lyapti. Bunun sebebi faqatli tashkilotlardimi deganda yo'q. Yoki faqatli xalqdimi degan uningmi yo'q. Endi biz xalqning ishida bo'layotgan gaplarda fitna, jidal chiqadi, bular qarshi chiqishimiz kerak deb tashkilotlar shuna desak, u 1%, 2% yoki 3% yoki 5% odam bo'lsa ma'qul fitna deydi. Agar xalqning ichida 20%dan eshib ketib, xalq talab qilib, mushu tashkilotlardan biz mushunda ish qilmadi, mushunda ish qildi desa, bu vaqtda tashkilotlar o'ylish beqishga tegishdik. Tashkilotlar nima uchun qurildi degan vaqtda xalq uchun ish qilib, bu mening degan gap bo'lmaydi tashkilotlar. Mening tashkilotim emas. Mening desangiz u xalqning tashkiloti bo'lmaydi, oxir chekinib shirkatga o'zgartirib bo'ladi. Mening emas, xalqning, bizning bo'lsa, xalqning ovozi 20%dan eshib ketsa, tashkilotlar cho'qim javob berish kerak. Javob berish kerak, xato qilgan bo'lsa, xato qildik deyish kerak, to'g'ri qilgan bo'lsa, to'g'ri qildik deyish kerak. Endi xalqim mening deydigan gapim, bütün tashkilotni 100% to'g'ri ish qila oladi desangiz, undaq tashkilot hozir chiqolmaydi. Bizning xalqimizning ong saviyasi, iqtisodiy ahvoli yetilmagan bir davr ma'lum. Shuning uchun undaq kamchilik, bundaq kamchilik, undaq xatolik, bundaq xatoliklar tashkilotlardan, odamlardan mush hodis shakllik o'tidi. Shuning uchun bularni bunda qattiq turib, bir-birimizni intayin qattiq so'kib, intayin qattiq tillab, intayin qattiq haqoratlashning o'rniga o'zinglarning planinglarni, fikringlarni o'tirib qo'yishinglar kerak. Tashkilotlar ommini deb chiqqan ekan, xalqqa xizmat qilaman deb chiqqan ekan, tashkilotlarga mundaq talabimiz bor deb jamoat o'zining talabini qo'ysa bo'ladi. Tashkilotlarmi o'ylashib biz ommini deb qildik, ommini deb yig'ildik. Xalqimizni deb ma ishni qilib beraylik dedik. Shuning uchun biz qanday qilishimiz kerak? Xalq, jamoat bizdan ba'zan gaplardan gumon qilgan ekan,
ba'zan gaplardan ranjigan ekan, biz jamoatga javob berishimiz kerak. Bizda bo'lsimi, bo'lmasimi, xalqimizni suyib chiqqan ekanmiz. Shu xalqimizga yomonimi, yaxshisimi bizning xalqimiz, biz javob berishimiz kerak deb chiqib 5-6 adam chiroyli o'ltirib, bizda bor kamchiliklar bor ekan, biz tuztayli, xalqning fikri o'z bizga bersin, bizda bor ortiqchiliklarni qildik deb xalqqa doklad berish kerak. Bu hech qanday ikkili tarafning yomoni yo'q buningda. Endi qarindoshlar, ba'zan tashkilotlarni uni dedik, buni dedik. Tashkilotlar chiqib, mushunda kuchlanib xalq bir ish qilib bermasa, hamma odam chiqolmagandikin ash qilalig'anlar sirtdan pulni hal qilib, chet ellardan pulni hal qilib, hukumatlardan pulni hal qilib, uni opirib xalqning o'tirdi ko'riklik rol o'ynaydiganga odam kerak. Mushunga tashkilot kerak. Masalan, Setim Turkni deyli, ash lojmanni deyli. Voy lojmanni andaq qilib Setim Turk chiqasin. Voy biz o'zimiz boshqaribmiz. Lojman mandaq deb xalq bir obdan tashkillik hukumat bilan xalqning o'tirdi xizmat qilayotgan odamning ustidan isyon ko'tardik. Bizmi shu vaqtida Setim Turkni ayıplab, sen ashna qilgan bo'lsang, manda qilgan bo'lsang, sen xalqqa berdik. Setim Turklarni ma'qul deb tashlab chiqatdi. Setim Turk shundoq chiroyli da'vo qilayotgan odamni siqib kelini bir chetga opirib qo'ydik. Opirib qo'yib, lojman qanday bo'ldi qarindoshlar? Butunlay taqab, o'ylar hukumatdan tortib ilinib, aşağıda kirasiz o'tirayotgan xalqlar vayron bo'lib ketdi. Hozir uyab-yad o'tib o'tirib, ash jidal chiqqanlarning harakatganligini biz uqmaymiz qarindoshlar. Endi hozir mayada Turkiyaning ichida shunday ahvol yuz beryapti. Shuning uchun xatolik o'tkazmagan bo'lsa, xalq o'tirg'i chiqib talab qilgan ekan, xalqning talabini ishga oshirish kerak. Xalqning talabini ishga oshirib, uningga javob berish kerak, xatolik o'z tuzish kerak. Xatolik o'tkazmaydigan biz banda. Alloh taolo ekan biz banda xatolik o'tkazimiz. Biz payg'ambar emas, yo farishta emas. Shuning uchun bu xatoliklarni tuzish uchun xalqning oldidan to'g'ri o'tish kerak. Biz menda qilayli, mahkamchiliklarimiz bo'ldi deb. Xalqni haddidan ziyodi ba'zan shaxslar mushundaq sharoitdan foydalanib, ochiq gaplar bilan tuhmatlarni choplab, pishni qilib, ularni qoralamaslik kerak. Endi xalqning bo'lgan ekan, xalq agarcha biz saylam o'tkazimiz desa, uningga ruxsat. Chiroyli xalq vakili bo'lgan ashundaq tashkilotlarga saylam orqali ko'pchilik o'zaro yana to'plashib, jamoatni chaqirib, jamoatning fikrini olib, mush masalani hal qilib bo'ladi. Biz hammamiz Xitoyning zulmiga uchragan bir to'p xalq azap oqbat ichida ketib qolgan. Masalan, biz tillayotgan, urushayotgan tashkilotlarning ham ichidagilar kimlar bilamizlar? Bari vaqasi qatnashganlar bor. Oblikim maqsumlar qurgan tashkilotlar bor. Shu vatanning ichida tashkilot qurganlar bor. Vatanning teshida jang qilganlar bor. Nurg'un xalq uchun nurg'un xizmat qilib, qon to'kib, jon to'kib, urug' tuqqanlar tutilib, etilib, shunday bo'lgan qarindoshlarimiz bor. Shunga har ikki taraf bir-birimizni ayiblamay, yaxshi kelishib qiladigan ishni qilishinglarni umid qilaman. Men nurg'un odamlar, nurg'un qarindoshlarimning to'rt eg'iz gap qilsa degan fikrga asosan bugun mushunchilik javobimni berdim. Yana zarur tepilsa, yana javob berma. Biz nima uchun da'vo qilyapmiz degan mazmunim shu. Rahmat.